Sizler soradınızlar bize abone için videorolik tayyorlayacağız. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugünkü videorolikimiz Brüller sınıf köprüyanda 2 qavatli yarım plan xolujani sotib chiqdi ekan. Narxi ham 515 million so'm. Toshkent bozorida sotilgan ekan. Ondan 100% o'zgargan. Shuhratga birinchi, ikkinchi qavat ham sanitariyalarimiz bor. Hududimizda gaz, suvda muammo bo'lishi mumkin. Birinchi qavatında oshxonamiz, mehmonxonamizdan iborat sanitariyalarimiz. Bu xonamiz obunachilar mehmonxona. Mehmonxonamizda mana chiroyli deb yana dekorativni yo'tilgan ekan. Endiki nay xonamizda o'tavana xonasi bo'lsak, bu oshxonamiz ekan. Oshxonada 6 ko'zli gaz plitamiz. Sanitariyalarimiz bizda o'zi orqa qismida yana bog'i bor edi. Bu sanitariyalarimiz kelmoqchilar bor. Narxini aytadimi? 515 million so'm. Lokatsiya Brüller sınıf köprü. Alakotun nominasiyasi 88 601 70 70. Sağ olun, var olun. Yana obunachilar ikkinchi qavatlarni ko'rishlari mumkin. Jikki aboy, bu yerda bu xonamiz, bu yerda mehmonxonamiz ekan. Bu endi oshxona ustida spalnya joylashgan ekan. Oynalari ham yeri reshotka bor, akvariumlar qo'yib o'tilgan. Bir oila izzat yaxshi beradi. Jihozlarni ham gelishtirib qoldiriladi. Endi bu zal kısmımız yine perdeler bor. Ne tashqi muhitlarni ham bir kuzatib o'tsak. Abunacham narxini ham esataman, 515 million so'm. Eğer kimga qiziq bo'lsa, aloqachi nominasiyada 88 601 70 70. Lokatsiyani ham esataman, Brüller sınıf köprü. Mahalla nomi oila mahallasi ekan, yangi oila obunachilar. Esa sağ bo'linglar, boy bo'linglar. Keyingi videoda görüşünce. Reklama xizmatimiz bo'lsa aloqa chiqarasizlar.